Mana uyimga ham keldim. Xo'sh. Mashinani shu yerga parkovka qilaveramiz. Bo'ldi ana. Bo'ldi, turaveradi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nox Minecraft. Qishloqlar mana kolonka qo'yib olgan, o'ynab yotishibdi. Qalaysizlar? O'zing qaraysan, yaxshimisan? Yaxshimi? Er-xotin o'ynab yotibgan. Xo'sh, bolalar, bu yerda anchadan beri yo'q edim. Shaharga ketgandim, qishloqqa endi qaytdim. Xo'sh, video olish uchun qaytdim. Mana shu jitellar nimagadir chaqirdi-yu meni. Xo'sh. Men mana shu ekinlarimni o'rib olsam, kelgunimcha ancha hosil bo'lib qolibdi do'stlar. Buni sotib merga beramiz aytgancha, buni endi sota olmaymiz. Qishlog'imizda endi bularda oladi. Soliqda bolalar. Unga soliq berishimiz kerak yashayotganimiz uchun bu yerda. Videoga like bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Maqsadimiz esa 1K bo'lish. Shuning uchun iltimos sizdan bir donagina like tugmasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Xo'sh, ketdim, merga berib kelaman. Qalaysiz? Mana shu turaverasiz. Sen kelma. Mayli, do'stlar, qaysi qishloq mer chaqirdimi bilmayman. Xo'sh, mer Ye, kelib qolibdilar-yu. Keldim, shaharda yuraverdim ish bilan. Yaxshi. Oz qo'yib ketaman, bo'pti. Men ketdim. To'xta. Nimaga? Korotchi, ukam qara. Qishloqda hozir bir narsa paydo bo'lgan, biz qishloqda qo'rqyapmiz u ko'rishga. Kechqurun soat 3:00da nimadir ana shu quduqda borda, g'alati ovozlar kelaveradi. Qanaqa endi yosh bola qilmanglar. Yo'q, gap to'g'risini aytyapman. Qanaqadir nimadir bo'ladi-da, ko'rib sezyapti. Kimdadir o'ldirmasdan oldin iltimos. O'zi bitta qishloqi yo'qoldi. Qaysi qishloqi yo'qoldi? To'g'risini aytsam, buni hali hech kimga aytganim yo'q. Qobiljon yo'qoldi, Qobil qishloqi yo'qoldi. Yaxshi qishloq edi. Endi aldamang, yosh bola bo'lmang, ish bola yo'q. U qayergadir ketgan u o'zi. Ukam, mamrani tekshirib qo'yish kerak. Mayli. Lekin ishonmayman. Bolalar ishonmaymiz. Aldashaverayapti meni. Bola kelishim bilan mana kelishim bilan yangi problema ham bor bizda. Xo'sh, endi bitta puldan olib, pulim ham ham qolayapti. Qanaqadir biznes qilish kerak. Bola endi puldan olib oldim. Magazinga boramiz. Magazindan o'zimizga kerakli narsalar olamiz, bola. Xo'sh. Magazin kuchayibdi-yu. Ta'zirim ham kuchaydi. Xo'sh. Ovqat bor uyimda. Menga keragi hozir, bir narsa kerak. Aka, menga o'rog'i kuchlirog'idan bormi? O'zimnikini tashab ketaman. Ukam bor. Qancha? Ukam $60. Men pulim yetadi, lekin juda ham qimmat-ku aka, pulim qolmayapti o'zi. Endi ukam, biz ham biznes qilishimiz kerak, bizning narsamiz emas. Olmayman, bo'pti, ketdim. Ukam, bu yoqqa kelgan. Aka, nima bo'ldi? Korotchi, ukam, qara. Senga bitta ish bor-da. Qanaqa? Ish emas u. Qara. Bu qudug'imiz bor-ku mahallamizdagi. Shu mahallamizdagi quduqdan g'alati ovozlar kelayotganmish. Siz ham endi yosh bola qiling. Men ham shuna deb yosh bola qildi-voy. Aytinglar, men kelishimga men prank qilyapsizlarmi? Yo'q, qanaqa prank qilaman? Men shu yerda kechqurun 10gacha sotib o'tiraman-ku. Bilaman, sotib o'tirasiz kechqurungacha. Ana shu yerda bittasi baqirgan ovozi eshitildi-da, qandaydir. Mayli, bo'pti, men ketdim. Nima bo'lsa ham butun qishloqda shu narsami? Ukam, to'xta sen.
Nima bo'ldi endi? Nimaga kerakman yana? Shu bilsak, ikkalamiz kechqurun dachadan kelayotganimizda shu yerda ovoz eshitildi uka, uchta. Uchoq do'l-do'ldan kechasi. Sizlar ham yosh bola qilmanglar, ey. Bolalar mahallada faqat mana shu quduq aytilyapti. 3:00 deyapti. Mana bu kim bu endi? Uka, uyga bitta narsani aytgani keldim. Nimani? Kechqurun uchoq bittasi kelyapti. Boring, siz ham meni yosh bola qilasiz, Yo'qoling, uyimdan chiqib keting. Yo'q, bolalar hammaning og'zida shu gap faqat. Siz yana nima kelib oldingiz? Boring, chiqib keting. Uka, uchoq kirar. Meni yosh bola qilishadi. Kechqurun ham bo'ldi mana. Qani bugun ko'ramiz. Notebook o'ynab o'tiraman endi. 3,5 soatdan keyin. Bolalar kechasi 3:00 ham bo'ldi. 3 gacha notebook o'ynabman. Og'zim qashab ketdi. Borib quduq ham bitta suv ichib kelay. Og'zim qashab ketdi bolalar. Suv ichamiz. Tushib ketdim. Suvimizda ekan suv. Bolalar bitta gap 3:00 5 dan voz kelyapti deydi. Sinab nima kirib ko'raymikan? Qanaqa ovoz bu? Yo, bratan, o'ylashimcha siz videoni like va obuna bosmasdan ko'ryapsiz. Lekin meni maqsadim bo'lsa bir gap bo'lish. Shuning uchun meni xursand qilish uchun obuna bo'ling, iltimos. Oldimda eshitildi-ya. Yo, bolalar, ichiga tushib ko'ramizmikan? Eshik ham ochilmaydi, do'stlar. Xo'sh. What the redstone-ku? Gaplashishlar bilan bu tunnelligini ham bilmayapman. Yo'q, bulog'imizda shunaqa tunnel bormi? Quduqda. Men ketdim. Eshik nima ochilmayapti endi? Eshik ochilmayapti. Mayli, bu yerda tekshiraylikchi. Nima bu? Ketchupmi? Menga shu prank qilishganda. Sho'rma haqiqiy qon shekilli bu. Yo. Eshik. Bola, lekin buni ochib ko'rishim kerak. Ay boshim. Ochish bo'lmas ekan buni. Ikkita ko'zim ekan debman. Qizil eshik. Rang ochib oldim. Kimmi bu? Qonmi pechcha ustida? Yo, nimalar bular do'stlar? Videoga hozirroq like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kimmi joyi bu? Sandiqqa ochib ko'raymikan? Like bossalarini ochaman do'stlar, bo'lmasam ochmayman. Davay, like bosinglar. 1 2 3. Odam go'shti do'stlar. Odam go'shti. Mana kitobmi? Kitob. Qanaqadir kitob bolalar? Qanaqadir kitob o'qib ko'ringlarchi. Garri tomonidan yozilgan ekan. Garri? Bolalar. Bundan ancha yil oldin Garri degan qo'shnimiz bo'lardi, qishloq emas, u qanaqadir g'alati mavjudot edi. Ota-onasi unga qishloqlar tuhmat qilishgandi, bola cho'chqani go'shtini sotyapti deb. O'qib ko'raylikchi, Garri o'shaning ismi bo'lish kerak. Qassob edi. Oyim, dadam menga tuhmat qilishdi. Men ularni sog' qo'ymayman. Rostdan sog' qo'ymayman deb yozibdi. Menimcha ana shu qassob bu yerdan qochish kerak. Lekin bolalar, bu yerga kirmasdan keta olmayman. Chunki Qobil dedimi? Qobil degan
bola yo'qolgan qishloqqa. Bu qon yana. Aka meni qutqaring. Aka. Nima bo'ldi? Aka tez qutqaring meni. Iltimos akajon. Hozir maydakka hammamizni ikkalamizni ham so'yadi. Iltimos akajon. Shuni turibman, lekin nima bo'ldi o'zi? Xullas meni maydak o'g'irlab ketdi. Kelyapti ana. Iltimos qutqaring. Qutqara olmayman seni, uzr. Ketishim kerak. Uzr. Bolalar qochamiz. Yo'q. Hech kim kerak emas, hech kim. Yo'q. Bolalar uyga qochamiz. Uyga. Bolalar yomon bo'ldi. Mayli, bolalar Qobilni ham qutqara olmadim. Mayli. Bu videoni tugata qolaman, tezroq kamerani manyak meni ko'rmasin. Bolalar bo'pti, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar iltimoslardan. Bo'pti, bolalar.